Jahon chempionati o'yinlari ajoyib ritmda boshlandi va shu tempda davom etmoqda. Siz kanalga obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Men hozir to'liq ma'lumotni berib o'taman. Kanalimda deyarli yarim oy ichida video chiqmadi. Ammo men bundan keyin Jahon chempionati 2026 o'yinlari haqida ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Buning uchun esa sizning qo'llab-quvvatlovingiz men uchun juda zarur. Men albatta ko'proq videolar chiqarishga harakat qilaman. Siz bu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu qo'llab-quvvatlovingiz men uchun yangi videolarni chiqarishga katta motivatsiya bo'ladi. Jahon chempionati o'yinlari allaqachon boshlandi va davom etmoqda. Sizga hozirgacha bo'lgan o'yinlarning tafsilotlarini aytib beraman. Men har bir o'yinning highlightlarini, vaziyatlarini, o'yindan lavhalarni qo'yib bergan bo'lardim-u, sizni vaqtingizni olgim kelmadi. Shuning uchun har bir o'yinning qisqacha hisobini sizlarga taqdim etaman. Ochilish o'yinida Meksika va Janubiy Afrika o'zaro kuch sinashdi. Bu o'yinda meksikaliklar Janubiy Afrikaga umuman imkon qoldirishmadi. Koreyslar esa irodali ravishda chexlarni mag'lub etishdi. Kanada esa Bosniya bilan durang o'ynadi. Va yana bir mezbonlardan biri AQSh o'z kuchini ko'rsatib qo'ydi. Qatar esa Shveysariyadan g'alabani tortib oldi. Katta sensatsiya Ispaniya Cabo Verde bilan Shotlandiyaga yutqazib qo'ydi. Sensatsiya tarzda Belgiya bilan durang o'ynadi, birovi Avstraliyaga yutqazdi va Saudiya esa yanchib tashladi. Urugvaydan ochko tortib oldi, barobar. Agar video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Meni qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat aytaman. Va aytgandek sal qolsa esimdan chiqardi. Ertalab tongda 7:00 da O'zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatidagi debyuti bo'lib o'tadi Kolumbiyaga qarshi va bu o'yin afsonaviy Azteca stadionida bo'ladi. Ko'pchilik bu stadionni taniydi va men bu shov-shuvdan keyin ham albatta video chiqaraman. Biz albatta O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlaymiz. Biz yigitlarga ishonamiz. Ular Kolumbiyani mag'lub etishiga ishonamiz. Olg'a O'zbekiston!